qarang, mana shular nimani talashib o'tirdi. Shu yerda payg'ambarimiz saniki to'g'ri, saniki noto'g'ri desalar bo'lardi. To'g'risini ham, noto'g'risini ham birday talashmang dedi. Talashmang, sarvari olam. Kim Muhammad Rasulullohning ummati bo'lsa, talashmasin, eng zo'r sunnatlariga amal qilgan bo'ladi. Kim payg'ambarimizni yaxshi ko'rsa, ota-onasidan ortiq, jonidan ortiq. Masala talashmasin, shirkdan ikkinchi o'rinda turadi. Talashuv. Bilasizmi buni dahshat gunohligini? Uncha-munchaga sarvari olamni masjidga kelib bovul qilganda ham qizarib jahllari chiqmagan zot. Qarab turing. Tishlarini sindirganlarida jahllari chiqmagan zot. Toifda tosh bo'ron qilish, tosh otishganda jonlari achib o'zlaridan ketganlarida ham men chidayman deb jahllari chiqmagan zot. Yangi tug'gan tuyani bolasini, yo'ldashini namoz o'qiyotganlarida yelkalariga tashab qo'yganda johillar, kofirlar jahllari chiqmagan zot, qizarmagan zot, masala talashayotgan sahobalarni ko'rganlarida qizarib g'azabga kelib ketdilar. Chunki tortishuv dushmanlikka olib keladi. Kimga kerak bo'ldi mana cho'pchakboz deyish, afsonachi deyish. Zarbul masal hikoyalarimni kasetachilar bir ta'sir qilsin mana bu masjidga kelmaydiganlarga desa, u afsonasi cho'pchakchi, u cho'pchak etadi. Da'vat yo'lini oyat, hadis, oyat hadisdan chiqib ketmaydigan bitta hikoya. Uchinchisi, to'rtinchisi hayotiy bitta misol. Tema shundoq boradi. Oyatga aqli yetmadi, tushuna olmadi. Hadisni ham tushuna olmadi, hikoyani tushunadi. Hikoyani ham tushunmaganda hayotiy bitta misol bilan keyin tushunib qoladi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, shu afsonalarim bilan ancha odamlar namozxon bo'lyapti. Men bu afsonalarning hammasini kitoblardan, ulug' mutafakkirlarning kitobidan, bu kitoblar hammasi ongi bor odam tushunadi bu zarbul masalni. Tulki gapirmaydi, bo'ri gapirmaydi. Tulki sifatlar gapiradi, bo'ri sifatlar gapiradi. Bulbul gapirmaydi, bedana gapirmaydi. O'shani zarbul masal deydi. To'g'ridan to'g'ri gapirish bor, u tushunarli, lekin insonni bir narsa bilan, bir zarbul masal bilan, hikoya bilan tushuntirish, buni badiiy deydi, adabiyot deydi buni. O'qimagan savodsizlar afsona nima ekanligini bilib olishsin, zarbul masal nimaligini tushunib olishsin, hikmat nimaligini tushunib olishsin. Lekin o'sha bizni afsona cho'pchak deydiganlarga minnatdormizki, bizni ancha tavba qilib turishimizga, Alloh gunohlarimni oladiganlar bor ekan deb xursand bo'lamiz. Hammaning o'ziga yarasha gunohi bor. G'iybat ig'vo qilganlarga yuklanadi. Ey yosh talaba, sen g'iybat qilib birovlarni gunohini yelkangga olib yurganingdan ko'ra ilm o'qib tavba qilsangchi, namoz o'qisangchi. Senga kim qo'yibdi birovlarga nom qo'yish, birovlarni ustozini yo'lidan qaytarish? Biron marta men amri ma'rufimda ustozingiz noto'g'ri ekan, siz noto'g'ri nima deyapman? Kimni ustozi shogirdiga qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday o'rgansin deyman. Hamma o'zini ustozi bor, o'zini yo'lga solgan, sababchi bo'lgan. Ana o'sha yo'lidan ketaversin. Nima qilasan birovni ustozini, birovni shogirdiga ustozini yomon? Nima qilasan? Xo'sh. Sen o'zi nechta odamni
bir qoyillatib da'vat qilib yo'lga kirgizdik. Sababchi bo'ldik. Muhtaram birodarlar, dunyoda talashuvdek, masala talashuv, tortishuvdek og'ir gunoh, halokatga keltiradigan gunohlardan hazar qiling, saqlaning.